Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun bize Dehqon Market arkasında yangi domni 5-etajında ajoyib bir 3 xonalı kvartiranın obzorunu gösteramiz. Do'stlar, eshikdan kirganimizda yana o'ng tarafimizda prixoshka massasi, rakvinalari, sensorli aynalari qo'yilgan. Eshiklarimiz mustahkam yaxshi eshiklardan qo'yilgan. Ramkali high-tech variantda zatilgan kvartiramiz. Garaj ayakımızı kapiletilengen, bir registr tasarruf edilengen, high-tech variantdagi kartinkalarni. MDF yaxshi ishlardan qo'yilgan ajoyib bundan chiroyli salon. Birimiz zalimiz bo'ladi do'stlar. Buralar tashalib ajoyib bir ramka olib zatilgan high-tech variantda chiroyli etib, perdelarimiz ham high-tech variantda tikilgan do'stlar. Gostinimizda shunday bir stolu bilan stulchiklari bor, ajoyib. Televizor zonamız ham chiroyli etib qo'yibdilar, dekorativni bezatib. Bu yerdan yana ustarlari, ko'zalari qo'yilib tayyor qilinibdi. Lyustralari, buralari chiroyli bo'lib, konditsionerlar qo'yilib, ajoyib holatda kvartiramiz. Zali bu. Keyingi xonamiz do'stlar, spalnyamiz bo'ladi. Spalnyamiz ham detskiy spalnyamiz ham mebellari bilan jihozlangan do'stlar. Birimiz shunday kartinkalar bilan kombinatsiya berib zatilgan high-tech lyustralar qo'yilgan. Dars zalidan stulchiklar ham high-tech variantda zatilgan do'stlar. Mebellar ham high-tech variantda zatilgan. Bu spalli karovatlari, shkaflari hammaga tayyor holatda do'stlar. Esa keyingi xonamizni ko'rsatamiz. Keyingi xonamiz взрослый spalnya bo'ladi. Spalnyamiz ham jihozlari bilan jihozlanib tayyor holatda do'stlar. Perdelar tikilib, hamma mebellari bilan jihozlanib turibdi tayyor bo'lib. Bu kvartiramiz skvoznoy bo'ladi. Ikki taraflama aynali balkonlardan ham ega. Lyustralar ham eng yaxshisidan qo'yilgan, buralarni mebellar ham yaxshi mebellardan jihozlangan. Pollarimiz laminat pol bo'ladi. Do'stlar, kuxnyamiz ham hamma narsasi tayyor. Doğru girib giyimiz bilan yashaydigan kvartira do'stlar. Bu yerda balkonlardan ham ega. Bu yerda balkonlar ham bor do'stlar. Настольный котелlarni hamma narsasi tayyor. Doğru girasizlar, giyimlaringiz bilan yashaysizlar. Sanuzli отдельный, hojatxonasi отдельный. Kvartiramızın sanuzilni ko'rsatgan olsak, rakvinalari qo'yilgan, mebellari jihozlangan, aristollarından eng yaxshisidan qo'yilgan. Stiralniy mashinalari, dushovoy kabinalari chiroyli holatda kombinatsiya berib zatilgan do'stlar. Bu kvartiramizni kvadrat metrini aytib o'tadigan olsak do'stlar, puli bilan 72 kvadrat metr bo'ladi. 3 xonali kvartiramiz. Pulini to'xtalib o'tadigan olsak do'stlar, pulini $72.000 deb turibdi. Kelishgan holatda sotiladi. Telefonlarimizni qo'yamiz. Murojaat etsangizlar, kelishib beriladi. Uy egasi bilan kelishib olaverasiz do'stlar. Hammaga sog'lik tilagan holatda keyingi roliklarda görüşguncha deymiz. Like, podpiskadan chiqarmanglar do'stlar. Keyingi roliklarda görüşguncha xayr do'stlar.